Bugun kechagi darsimizni davomi, ya'ni gipovolemiya shokning 6-qismi instrumental tekshiruvlarda EKG bo'yicha ko'rib chiqamiz. Ya'ni gipovolemiya shokda EKGda birinchi bo'lib sinusli taxikardiya ko'ramiz. O'z taxikardiya belgisini ham berdik. Endi sinusli taxikardiya, demak taxikardiya ko'radigan bo'lsak, biz birinchi gipovolemiya shokni podozreniyada turishimiz kerak. Endi hajm kamayadi. Hajm kamaygani hisobiga ST depressiya va T tishi inversiyasini ham ko'rishimiz mumkin. Nimaga desangiz, hajm kamaygani hisobiga koronar qon tomirlar, koronar arteriyalar. Koronar arteriya degani bu yurakni o'zini qon bilan ta'minlaydigan arteriyalar. Bular mana aytyapmiz, gipovolemiya shokda sinusli taxikardiya bo'ladi deyapmiz. Taxikardiya hisobiga yurak juda tez ishlaydi. Yurak tez ishlaydi. Hajmni kamaygani hisobiga hajm tushib ketgani hisobiga gipotenziya. Bular ikkalasi bitta bo'lib koronar arteriya bu dilatatsiya bo'ladi-yu. Qorinchalar dilatatsiya bo'lgan holatda koronar arteriyaga qon kirardi. Endi shu kiradigan qondagi kislorodning hajmi kamayib ketadi. Kislorodning hajmi kamaygani hisobiga bu yerda subendokardial ishemiya ikkinchi tip miokard infarktining belgilarini ko'rishimiz mumkin. Lekin agar biz katta hajmni to'g'irlaydigan bo'lsak, perfuziyani to'g'irlaydigan va gemodinamikani o'z joyiga soladigan bo'lsak, bunda bu belgilar o'z-o'zidan yana qolib normal ritmga tushib qoladi. EKGda voltajning pasayishi katta hajmda suyuqlik yo'qotishni bu bitta belgisi. Bu ham fakt esimizda turishi kerak. Endi bu gipovolemiya shok. Endi kardiogen shokda qana bo'lsa, kardiogen shokda asosiy tamoyili yurakni o'zini kasalliklarga bog'liq dedik-ku. ST segment patologik elevatsiyasi. Bitta misol yozib qo'ydim. Bu P, Q, R, S, T tishcha bo'ladigan bo'lsa, mana u ST mushuk yotishi. Bu bitta ko'rinish. Bundan tashqari yana 6 xil, 7 xil ko'rinishi bor. Sizlarga hozir bitta ko'rinishni yozdim. O'zi normada bunday bo'ladi. Jahoniyroq chizdim. T tishcha R Q P Q R S T S. Shu segmentda ko'tarilgida elevatsiyaga uchraydi. ST patologik elevatsiyasi bo'lib hisoblanadi. Endi yangi paydo bo'lgan chap gistutam blokada bo'lishi. Bu haligi nima desa bo'ladi? Qisqachada kardiogen shokni o'ziga o'tganimizda yana kengroq ham tushuntira boramiz. Lekin nimaga kardiogen shokda ko'proq va kengroq tushuntiramiz? Chunki tagi yurakda o'zini ishemiyasi, miokard infarkti, yurakda o'zida kechadigan kasalliklar bo'lgani uchun EKG birinchi rolga o'tib qoladi. Endi obstruktiv shokda klassik Mc-White-Ginn belgisi bo'ladi. O'ng gistutam blogi bo'ladi. O'ng yurak bo'limida zo'riqish bo'ladi. Bu obstruktiv shokda asosan Tela haqida gap ketyapti. Tela hozir. Telani bilamiz. Nima bo'ladi? Tromboemboliya lo'qi arteriya. Ya'ni o'pka arteriyalari tromboemboliyasi haqida hozir bu yerda obstruktiv shok deb turib qisqacha misol keltirildi. Xuddi shu belgilar mana o'ng buyrak bo'limida zo'riqish bunga tegishli bunda bo'ladi. Bugungi yetkazadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat.